shu narsani ko'pchilikka aytsak ozgina notabiiy bo'ladi. Ishonmayapti hattoki. Ishonmasligi ham mayli. Men hozir bu narsani sodda misol bilan tushuntirib beraman. Ovozsiz faqatgina vizual holatda kitob o'qish sizdan talab qilinar ekan. Shu narsani ko'pchilikka aytsak ozgina notabiiy bo'ladi. Ishonmayapti hattoki. Ishonmasligi ham mayli. Men hozir bu narsani sodda misol bilan tushuntirib beraman. Qanday ma'noda? Chunki odamlar hozirgacha yoki tashqi ovozi bilan ovoz chiqargan holatda yoki faqat ichki ovozi bilan kitob o'qib chiqishgan. Uchinchi variant bo'lmagan. Biz ularga faqat ko'rish orqali kitob o'qiysiz desak, ko'pchilik ishonmaydi va buni yangi narsa deb o'ylashadi, lekin aslida unday emas. E'tibor qarating. Agar men hozir shu yerda bitta mashina suratini chizadigan bo'lsam yoki bitta mashinani ko'rsatadigan bo'lsam, shu yerda mashina ekanini tushunishingiz uchun sizda mashina deyishga ehtiyoj yo'q. Ya'ni o'sha so'zni aytishga ehtiyoj yo'q. Siz shunchaki shaklni ko'rasiz, mashinaligini tushunasiz va davom etasiz. Ko'rish orqali tushunish. Yoki biror shakl chizadigan bo'lsam, mana to'rtburchak chizadigan bo'lsam, to'rtburchakni to'rtburchakligini tushunish uchun sizdan aynan ichingizda yoki ovoz chiqarib to'rtburchak deyishingiz talab qilinmaydi. Yo'l belgilarida ham xuddi shunaqa. Yo'l belgisi chiqsa, uni shunchaki ko'rasiz, yo'l belgisiga yozib qo'yilmagan bo'ladi albatta va yo'lingizda davom etasiz. Endi harflarni ham ildiziga boradigan bo'lsak, harflar ham aslida belgilar. Ya'ni birinchi sinfligimizda o'qituvchimiz bizga o'rgatgan mana shu bitta dumaloq shaklni bizga aytgan O. Shu dumaloqni ko'rsang O deysan degan. Ya'ni ovozimizga bog'lagan. Belgilarni aytishni ovozimizga bog'lab qo'ygan. Yokida bitta chiziqni chizgan, ustiga bir dona nuqta qo'ygan, bu belgini I deb o'qiysan degan. Shundan keyin bizni harflarni ko'rganda ovoz chiqarib o'qishimiz shakllanib qolgan. Ya'ni ovoz bo'lmasa biz tushunmaymiz degan tushuncha shakllanib qolgan. Lekin kundalik hayotda mana ko'rib turibsiz. Bir suratni yoki bir belgini anglash uchun sizdan hech qanday ovoz chiqarish talab qilinmaydi va bizdagi mingtadan ko'p o'qiydigan o'quvchilarning hammasi vizual holatda kitob o'qishadi. Ya'ni faqatgina ko'rish orqali kitob o'qishadi. Chunki ichki ovoz bilan o'qisa yoki tashqi ovoz bilan o'qisa, u o'z sezigini chegaralab qo'yadi. 300 tada yoki 600 tada chegaralaydi, undan u yoqqa o'ta olmaydi.